Singillarimiz, singillarimizda. Bormi qizlarimizdan qo'shiq biladiganlar bormi yo'qmi? Yuragida o'tirganlar bormi? Kel siz. Qo'shiq aytishni yaxshi ko'radiganlar, qo'shiq aytib bilaman. Qo'rqmana ketdi. O, mana chiroyli bo'lib ketdi. Kel. Mayli, qo'shiq aytishni bilmasa, raqsga tushishni yaxshi ko'radiganlar. Bormi raqsga tushishni yaxshi ko'radiganlar bormi? Kel, aytsin. Bormasa kesin. Qudratsan biz kel. Buni sovg'a bor quloqlasin. O, bo'lmagan usul. Atasi kim? Dilraz. Qo'shiq aytib bilasizmi? Bilatan qo'shiqlaringiz bormi? O'tib qarsagilar bo'lsa, bir chiroyli kiyinib, mana estrada xonandalarga o'xshab zo'r bo'lib kiyinib keldi. Zo'r. Qaysi qo'shiq aytib beramiz? Bormi shu mana Dilrazning yanında turib qo'shiq aytishaman Dilraz bilan. Dilrazdan to'rt qo'shiq bilaman deydigan qizlar bor bo'lsa keldi. Kichkina qizlar, bolalar bo'lsa ham bo'ladi. Kelinglar, ha? Agar shu Dilrazda qo'shiq aytishda yutadiganlar bo'lsa sovg'a bor. Ha, baraka. Yo'q, bor. Yana bir qiz bor. Siz ham aytib bilasizmi qo'shiq? Yigit u? Atangiz kim? Hamidaxon, rahmat sizga. Muhammad Solih. Bormi yana qo'shiq aytib biladiganlar? Mushrik bormi bir dona? O'g'il bolalardan, deb. O'g'il bolalardan bormi? Qo'shiq aytishni yaxshi ko'radigan. Ana qiz bor. Ana qidirsan, kelmaydi. Kel. Qo'shiq bilasanmi? Yigit kishi bormi? Kishi. Ha, xo'rmi aytadigan bular? Qo'shiq foydasidan deysiz. Kel. Atan kim sening? Ana bilasan. Kim atan? Seniki? Zarina. Zo'r. Ikkovi qo'shiq aytadigan. Qudratsan, bu faqat raqsga tushaman deb turibdi. Sen o'ynab berasan. Bo'ldi, o'ynasa so'rab chiqarsizmi? Chaqirganda. Ketib qolma lekin. Ketib qolma yaxshimi? Shura tur. 1-2-3-4 qiz bo'ldi. Bog'alardan yo'qmi qo'shiq biladiganlar? Qo'shiq aytib biladiganlar. O'g'il bolalar. O'g'il bolalardan. Chapkaliga. O'g'il bolalar yot bo'ladi endi. 4 qiz chiqmaydi, 2 o'g'il bola chiqmasa yot bo'ladi lekin. Qo'shiq aytib biladigan bormi yo'qmi? Aypa kesin. Qo'shiq aytishni yaxshi